Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizning kanalimiz sarmoyasiz pul ishlash pastgacha 46-47 kanali bo'ladi. Shunda ko'pgina ma'lumotlarimizni Telegram kanalimizda yuritib olib boramiz. Endi sizlarga bugun VK Target sayti haqida qisqacha video obzor qilmoqchiman. Unda qanaqa registratsiyadan o'tish va qanaqa pul ishlash hozir shu haqida qisqacha video obzor qilamiz. Mana hozirda siz ko'rib turganingizdek, mana 123 ta zadaniya kelgan. Kuniga kamida 400-500 tadan zadaniya keladi. Maksimal 1000 tadan minimal 300 tagacha zadaniya keladi. Hozir shu haqida qisqacha video obzor qilamiz. Bu sizlar Telegram kanalimizga kirasiz. Telegram kanalimizda mana VK Target.ru saytida mana havolasini tashlaganman. O'sha yerga kirib registratsiya qilasiz. Havolaga bosganingizdan keyin mana bu yerda mana registratsiya bo'limi bor. Registratsiya bo'limiga bosasiz. Введите ваш email, ya'ni email akkauntimizni kirgizamiz va parol. Va parolni kirgizgandan keyin mana bu joyda mana reklamodatelь va исполнитель bo'ladi. Reklamodatelь va исполнитель. Va biz bunga исполнительni belgilaymiz. Sababi biz reklama kiritmoqchi emasmiz. Agar reklama kiritib накрутка yig'adigan bo'lsangiz, mana bu joyda mana reklamodatelni belgilaysiz va biz исполнительni belgilaymiz va я согласен условиями зарегистрироваться bosamiz. Mana зарегистрироваться bosganimizdan keyin hozirda mana доступно hozirda ikkita zadaniya bor. Сохранить bo'lmaga o'tamiz. Обновить qilamiz. Do'stlar, bu saytda afzallik qulay joylari, xohlasangiz ilovasi ham bor, xohlasangiz saytda ishlasangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa mana ko'rsatganimdek botni o'zida ishlasangiz ham bo'ladi. Hozir botni ko'rsatib o'taman. Bu joyda mana доступно zadaniyalar bo'ladi. Mana hammasi ko'rsatilgan. Bu saytlarda qaysi sotsial setlarda ishlash mumkin? Sotsial setlarda mana pastki joyda mana ko'rsatilgan VKontakte, Twitter, YouTube, Одноклассники, Quora, SoundCloud, Vimeo, TikTok, Reddit nimalardan sizga ya'ni zadaniyalar kiradi. Hozir ko'rib turganingiz подписаться на канал. Подключитga bosamiz. Mana bu joyda mana VK Target botni ustiga bosiladi. Botga bosganimizdan keyin o'zimiz xohlagan botimizni belgilaymiz. Mana do'stlar, ulangandan keyin mana bunaqa zadaniyalar avtomatik tarzda sizni Telegram kanalingizga kelib tushadi. Mana bu joyda mana ko'rsatilgan Telegramdan qanaqa qilib подписаться qilish. Hozir перейти qilamiz kanalga. Перейти bo'lgandan keyin присоединиться bo'ladi, назад и проверить. Проверитga bosganimizdan keyin счет avtomatik hisobimizga pul kelib tushadi. Zadaniya выполнено. Следующий mana keyingi zadaniyaga o'tamiz. Keyingi zadaniya mana masalan TikTok. Menda hozir TikTok ulanmagan, lekin TikTok ulash kerak. Uni ham ko'rsatib o'taman, lekin TikTok kimda ulanmagan bo'lsa, mana keyingi zadaniyaga o'tkazib yuborish kerak. Dальше уже. Dальше ВКонтакте. ВКонтакте поставьте лайк. Bosamiz ustiga ВКонтакте установка qilamiz, registratsiya qilamiz va avtomatik tarzda bizni ВКонтактеga tashlaydi. Kirganimizdan keyin eng pastiga mana like bosamiz, chiqib ketamiz и дальше. Telegramga kiramiz. И все. Проверить tugmasi bosiladi. И дальше zadaniya ishlab ketaveramiz. Endi do'stlar, saytdan qanaqa qilib o'zida ishlaymiz? Saytni o'zida ishlashni hozir ko'rsataman do'stlar. Kimga bot, kimgadir sayt, kimgadir ilovani o'zi qulay bo'ladi. Menga shaxsan o'zimga Telegram botda ishlash qulayroq, o'shaning uchun mana bu joyda mana доступно zadaniya. Kimgadir sayt qulayroq. Agar saytda ishlamoqchi bo'lsangiz, mana 3 ta knopkaga bosasiz. 3 ta knopka bosganingizdan keyin mana bu joyda mana добавить на главный экран degan joy bor. O'sha joyga bosasiz va главный ekranga nima deb ismini yozasiz. Nima yozish uchun VKontakte deb yozsangiz VK Target. И avtomatik tarzda bizning ekranimizda paydo bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek mana ekranimizda VK Target paydo bo'ldi va ustiga bosamiz. Доступное задание. Hozirda 5 ta zadaniyalar bor. O'shani hozir ishlaymiz. Mana bu joyda mana Telegram подписаться qilish kanalga bosiladi. Telegram belgilaymiz. Присоединиться qilamiz и проверитga bosiladi. Присоединиться. Okey. Xullas do'stlar, shu tariqa ishlab ketiladi zadaniyalar. Keyin mana bu joyda mana VKontakte. VKontaktega like bosish kerak. Подключить bosiladi. И mana bu joyda mana aytishni unutib ketibman.
hozir eng asosiy joylardan biri mana bu joyda mana kontaktlarni ulab olish kerak. Odnoklassniki, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok. Xullas mana bu joylarni hammasini ulab olsanglar, hammasida zadaniya keladi. Endi sizlarga qaysidan zadaniya kerak emas deydigan bo'lsanglar, mana bu joyda mana galchkasini olib tashlanglar bo'ladi. Endi qanaqa qilib nimani ulaymiz? Telegramni ustiga bosasiz. Подключить ваш Telegram профиль к таргетному вашему боте. Botga yozasiz. Установка приложения Telegram установка. Зайдите в вклад, kirasiz botga. Перейдите и Telegram kirasiz. Все. Bu mana bu joyda mana qisqacha tushuntirib o'tgan. Yo, men ruschaga tushunmayman deydigan joylar bo'lsa, mana brauzerda ishlash uchun перевести tugmasini bosasiz. Перевестиga bosganingizdan keyin mana birinchi qadam. Mana kontakt ulash kerak. Kontakt qanaqa qilib ulanadi? Xabar olish. Mana bu matnni mana profilga qisqacha ma'lumot kiritish kerak. Iflos qor. Odnoklassnikida qanaqa qilib ulash kerak? Mana bunaqa qilib ulash. Twitter, YouTube, Telegram ham xuddi shunday. Bunda do'stlar zadaniyalar soni cheklanmagan, cheksiz zadaniyalar kela boshlaydi. Endi pul chiqarish qanaqa bo'ladi? Bu saytda do'stlar, men kanalimda ko'rgan bo'lsangiz, oldin ham ishlaganman, hozir ham ishlab kelyapman. Bu yangi akkauntim, sizlar uchun ko'rsatyapman. Sayt realniy to'laydigan sayt. Oldin men Kiwiga pul chiqarganman bunda. Hozir Kiwi ishlamaganligi uchun men Payeer va WebMoney, ko'pincha Payeerga pul chiqaraman. Minimalka do'stlar 15 rubl. 4 kun ichida, 4 ish kun ichida tushadi, lekin 4 kun emas do'stlar, avtomatik tarzda ko'pincha o'z vaqtida kelib tushadi do'stlar bu pul. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosamiz. Kimga qanaqa savollar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar.